Siz ko'rib turgan aynan shu maskani har 6 oyda tayyorlayman va bu maska meni 5 yillik nerv tolalarimni ketkazishimga sababchi bo'ladi. Dunyodagi eng oson usul bilan tayyorlanadigan maska menimcha shu bo'lsa kerak. Attiga ikkitagina narsa kerak bo'ladi. Oddiygina zig'ir urug'ini yaxshilab qaynatib olasiz. Undan keyin agar xohlasangiz menga o'xshab zig'ir yog'ini ham qo'shib kuchliroq qilsangiz bo'ladi. Bu maskani har 6 oyda qilaman, lekin agar har hafta qilsanglar bormi, effekti vobshe bomba bo'ladi. Va sizlarni muammodan qiynalib ketgan yuzingizga, osilib ketgan teringizga hech qanaqa doktor, kosmetolog, xirurgga keragi bo'lmay qoladi. Maskani tayyorlab sovutib bo'lganingizdan keyin aynan men ko'rsatayotgan usulda sochlaringizga, yuzlaringizga va bemalol badanlaringizga sursangiz bo'ladi. Bilasizlar, men sochimni har oyda kesaman, chunki uchlari tez gullab ketadi qaynoq suvda yuvganim uchun. O'shaning uchun ham shu maskani doimiy ravishda ishlatib yuraman. Maska nafaqat teringizni davolaydi, undan tashqari soch to'kilishini to'xtatib, sochlaringiz tezroq o'sishiga ham yordam beradi. 100% bilaman, hozir har bitta qizda bitta savol paydo bo'ladi. Shunaqa maska surganda ham bujuteriyani yechmaysizmi, qorayib ketadi-ku, suv tegadi-ku deydigan qizlarga aynan men taqqan bujuteriya ham umuman qoraymaydi. Bunaqa tilla bilan birga bir ishlangan probalari bor bujuteriyalarni faqat Kristalin o'zidan topsanglar bo'ladi. Videoni ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, tez istoriyamga kiring, chunki eng qiziq joyini istoriyamga qo'ydim.